270 ming so'mga bitta xonangiz gilamga to'ladi, faqatgina Pagimeyozda. Mana ko'rsating pulni hammasini. Mana. 2 ga 3 xonangiz bormi? Kichkinagina yangi gilam solmoqchimisiz? Atigi 270 ming so'mga Ramazon oyi to'ldirib olsangiz bo'ladi. Boshqa oylar bunaqa chegirma bo'lmaydi. Sovg'asiga shunaqa kichkinagina daroshkachalarni olib ketishinglar mumkin, osinjonlarim. Yaqinroq kelinglar, gilamlar bilan tanishtiraman. 2 ga 3 xonangiz bormi yoki 3 ga 3 xonangiz bormi farqi yo'q. Tushaveradi osinjonlarim. 270 ming so'm pulni olib keling Pagimeyozga va mana shu xuddi shu qip-qizil gilamimizni olib ketsanglar bo'ladi. Faqatgina mana shu gilamimiz rulondagi tugaguncha aksiya davom etadi. Ramazon oyi ichi. Eng asosiy yangilikni hali sizlarga aytganim yo'q. Ramazon oyida ro'zador yurtdoshlarimiz uchun katta chegirmalarni e'lon qilganmiz. Hamma gilamlarimizga 10% dan 30% gacha chegirmani e'lon qildik. Siz ro'zador bo'lsangiz, kelib gilam xarid qilsangiz, sizga sovg'a ham beriladi osinjonlarim. Bundan tashqari siz istagan turdagi lyuks kачестводagi deysizmi, hammabob, hamyobob deysizmi, xullas uyingizni dizayniga mos har xil gilamlarni faqatgina Pagimeyozdan topasiz. Aytganchalik, Pagimeyozda mebellar tanlovi juda ham katta, sizlarga ko'rsatib o'taman. 270 ming so'mga mebel olib ketasiz ham ishonasizmi? Ishonmang, 270 mingga hech qanday sifatli mebel bermaydi osinjonlarim. Shunchaki Pagimeyozda lyuks kачестводagi mebellar sotiladi. To'y qilyapsizmi? Albatta mebelni olgani shu yerga keling. Hattoki muddatli to'lovga ham ishingizni hal qilib berishadi. Gilam bilan mebelni bitta joyda hal qilib ketasizlar. Ayniqsa to'y qiladigan, qiz chiqaradigan osinjonlarimni qaynonalari bo'lsa yoki bo'lmasam osinjonlarim bo'lsa, qizlari katta-katta bo'lib qolgan osinjonlarim bor-ku, shunaqa sandiq javonlarni olsanglar va asallari bor ekan. Lekin bunisi ayniqsa chiroyli ekan. Kelgan osinjonlarim albatta shuni olib ketinglar. Menga rasmni ham tashlab yuboringlar.